Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, bizlarni doimiy kuzatib boruvchi muxlislarimiz, mijozlarimiz. Bugun sizlarni Turu 8 Aqua modelimizni obzorini qilib o'tamiz va bu haqida ko'proq ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Drobilkamiz 220 ga ishlaydigan, ya'ni bir fazga ishlaydigan Aqua drobilkalarimiz ichida eng yirigi hisoblanadi. Mana bitta parametrlarni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. 2026-yil 6-oyda zavoddan chiqqan sof og'irligi 165 kg bo'ladi. 4 kilovatlik max motor bilan jihozlangan. Mana pichoqlarni tomosha qilsanglar, tak 2 3 4 5 6 7 8 qator kombay pichoqlar bu yoqda. Chiqishda bu poyalarni ikkiga bo'lib beradi. Bu chopqi pichog'imiz 6 ta bo'ladi. Mana bow birinchi urilgan bo'ladi. Kalyonni kuydirilgan po'lat bilan ishlangan. Qarang, ko'rishingiz mumkin. Bu chopib beradi, bular ikkiga bo'lib, chiqazib, poyangizni mayin qilib beradi. Har bir mahsulotimizda o'zimizning brendimiz bilan Bao kompaniyasidan olgan mahsulotlarning ichida har birida mana shunaqangi futbolkalar, arzimas bo'lsa ham futbolkalarimiz bo'ladi. O'shandan bilsangiz bo'ladiki, siz Bao kompaniyasidan, ya'ni Bao kompaniyasini Xitoyning mahsulotini xarid qilayotganligingizni bilishingiz mumkin. Unda keyingi etapga o'tamiz. Buni ishlash jarayonlarini poyalarni chiqazib, sutasi bilan maydalab ko'rsatib beradi. Unda ket. Ya. Bunaqa qilib chiqazish uchun bu drobilka emas bu. Bunga mana shunday qilib solish kerak. Mana ko'ryapsizmi mana? Bitta ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana tayyor bo'ldi selisimiz. Mana. Mayinligini ko'ryapsizlar. Bemalol qoplarga joylab, salafon qoplarga tuzni sepib, bosib, qishga zaxira qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki mashq holatida hozir shunday bersangiz ham nishqat qilmasdan yuraveradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, hozircha narxlarimiz 5 million 500 bilan 100 gacha yetib boradi.